Nest One'ni hozir 34-etajdamiz. Ya'ni mijozimiz ularga DeLonghi brendi Elite Explore modelini olib kelib berganmiz. Hozir ustanovka qilib beramiz hamda полный nyuans, ya'ni qanaqa ishlatish kerak, nimalarga ahamiyat berib turish kerak, hammasi to'g'risida konsultatsiya qilib beramiz. Video davomida jarayonni ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mijozimizga to'liq mana konsultatsiya qilib berdik, ustanovka qilib berdik. Reglamenti qanaqa ishlatish kerak, nimalarga ahamiyat berib turish kerak, hammasini cho'tki qilib tushuntirib berdik. Mijozimiz ham xursand bo'ldilar. Agarda sizga ham DeLonghi brendining qanaqadir kofe mashinasi kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilib xarid qilsangiz bo'ladi. Xuddi shunaqa ko'rinishda sizga ham yetkazib beramiz, konsultatsiya qilib beramiz, ustanovka qilib beramiz. Hammasini reglamentu cho'tki qilib tushuntirib beramiz va kofe mashina sizga ancha yillar xizmat qilib beradi. Videoga alohida bitta like bosib qo'yasiz.